Yaponiyaning poytaxti Tokioda Asiyadagi kişilik hüquq, ئەركىنلىك va دېموكراتىيەگە ھۆرمەت va ئىتتىپاقلىق namayishi o'tkuzildi. Asiya davlatlaridan kelgan kishilik huquq tashkilotlarining a'zolari poytaxt Tokioning Shibuya rayonidagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti universiteti binosining oldida yig'ildi. Birma, Kambodja va Mongoliyaning bayroqlarini ko'targan namoyishda terrorchi Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat, Sharqi Turkistonga erkinlik, suvchi quyib berilsin, Janubiy Mongoliyaga yordam qatorliq shuarlar to'landi. Faoliyatga nurg'un Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish qildi. Tağırtaq to'rining 6-maydagi xabarda bildirishicha, Xitoy doiralari yaqinqi mezgillarda Sharqi Turkistonda o'smirlarga qarata qizil tashviqotni texnik kuchaytgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy Sharqi Turkistonning har qaysi o'rta boshlang'ich maktablarida qizil naqshlarni aytish, qizil hikoyalarni so'zlash, Xitoy Kompartiyasining tarixiga aloqador bilimlardan zehn sinash musobaqasini o'tkazish, qizil tarbiya bazalarini ziyorat qilish qatorliq vositalar bilan Xitoy Kompartiyasining tarixini o'g'inish tarbiyasini kuchaytgan. Maktablarda partiya darsi o'tilgandan sirt yana unsin, suratlik material va sun'iy reallik texnikasi qatorliq vositalar orqali Xitoy Kompartiyasi tarixini o'g'inish, Shanxay, Yan'an qatorliq joylardagi Xitoy Kompartiyasining qurilishi va yig'inlarga aloqador o'rinlarni ziyorat qildirish qatorliq usullar qo'llanilgan. Xitoyning Uyg'urlarning keng ko'lamlik mەجبۇرىي ئەمگىكى سېلىشى ئامېرىكادىكى quyosh energiya taxsis jamiyatlarini tadbir elishga majbur qildi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika quyosh energiya taxsis jamiyati o'tgan hafta quyosh energiyasi taxsis materiallarining kelish manbasi va butkul ta'minot zanjirini iz qo'g'lab nazorat qiladigan bir tadbirni yo'lga qo'ygan. Amerikadagi ta'minot zanjiri nomli savdo to'rining xabar qilishicha, quyosh energiya taxtillarining ta'minot zanjirini iz qo'g'lash tuzumi nomli bu tadbir maxsus Uyg'ur elidagi kishilik huquq tafsandachiligiga qaratilgan ekan. Xitoy dunyodagi eng chong quyosh energiya taxsis ishlab chiqaruvchi davlat bo'lib, Uyg'ur eli uning asosli material bazasi. Ilgari xalqaro tadqiqot o'rinlari va taratqullari Uyg'urlarning rayondagi quyosh energiyasi taxsis korxonalarida majburiy emgakka silinganligini oshkorlagan. Lekin xabarda aytilishicha, Germaniyalik bozor analisti Johannes eng yaxshi chora ta'minot manbasini Xitoydan boshqa joyga yo'tkash ekanligi, biroq buning qisqa vaqtda amalga oshishi qiyinligi, iz qo'g'lashning qisqa muddat ichidagi birdan-bir chora ekanligini bildirgan. Amerika Davlatlik aviatsiya va olim qatnashi idorasi raketa parchalarining kontrollikdan chiqib, endi okeanga tushib ketish masalasida Xitoyning mas'uliyatini ado qilmagan deb tanqid qildi. NASAning boshqaruvchisi Bill Nelson o'zining ijtimoiy aloqa hisobida bayonot e'lon qildi. Nelson mundaq dedi: "Olim sayohati qiladigan davlatlar qaytib kelgan mashinlarning kishilar va mulkka bo'lgan xavfini eng tuvan chekka tushirishi kerak." 4-ayning 29-kuni olam bo'shlig'iga qo'yib berilgan va Xitoy olam punktining yadroliq modelini orbitaga elib chiqqan uzun safar 5B nomli raketa kontroldan chiqib, Hind okeaniga tushib ketgan edi. İsra'ىلىيەنىڭ مەسجىدى ئەقسادا ibodat qiladigan falastinliklarga qilgan zoravanligi davomlashmoqda. İsrailiya saqchilari atiganda namozdan qaytgan jamoatga hujum qildi. Juma kunidan boshlab atigan va oqshomlardagi hujumda 300 dan ortiq odam yaralangan. Sharqi Quddusning Koni shahriga joylashgan Haram Sharif jang maydoniga aylandi. Bu qatim Masjidi Aqsodagi atiganlik namozdan chiqqan jamoat nishonga aylandi. İsrailiya saqchilari so'lya o'q va ovoz bombasi orqali jamoatga hujum qilib, nurg'un kishining yaralanishiga sabab bo'ldi.